Peygamberimiz ağzlardan bir ağız çıkıp ketayotgan hadis qiyomatgacha insoniyat hammasi tan beradi. Qofiyasiga ham tan beradi, ma'nosiga ham tan beradi. Khayru hallikum khalla khamrikum degani sizlarning mushkullaringizni oson hal bo'lishni yo'li aroqlaringizni sirkasidir. Payg'ambarimizda mubolag'a yo'q. Payg'ambarimizda olib qochish, payg'ambarimizda berkitish yo'q. Sizlarni problemanglarni, sizlarni muammoinglarni eng oson hal bo'lishi, eng yaqin, oson, qulay, arzon hal bo'lishi aroqlaringizni sirkasidir. Sirka bo'lishdan oldin birinchi aroq degan etapdan o'tar ekan. Xamir degan etapdan o'tar ekan. Ana undan keyin sirka bo'lar ekan. Bu bir, ikkinchisi. Farishtalar bir narsaga aralashmas. Farishtalar bir narsaga sho'ng'imas. Lekin sirkani ichida farishtalar suzar. Farishtalar bir narsaga aralashib ketmas ekan. Farishtalar bir narsaga qo'shib ketmas ekan. Farishta bitta sirkani ichida suzar ekan. 3-hadisda qaysi xonada sirka turgan bo'lsa, o'sha xonada farishta bordir va unda duo qiling, unda ijobatdir. Qaysi xonada sirka idish turgan bo'lsa, sirka bo'lsa, o'sha xonada farishta bo'lar ekan. O'sha xonada duo qilinsa ijobat bo'lar ekan. Xullasi kalom. Okalar, sirka Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlarida kelgan, payg'ambarimiz maqtagan, sahobalar, ulug'lar, azlar hammasi maqtagan mahsulot ekan. Yana aytibdilarki, dunyodagi eng zo'r ovqatni aytaymi? Ayting ya Rasululloh. Non bilan sirka dedilar. Non bilan sirka dunyodagi eng ovqat, eng yaxshi ovqat. Hozirgi olim ulamo laboratoriya asosida sirka, nonni, ikkovini tarkibini o'rganib chiqsa, sirka bilan nonni aralashmasida odam uchun foydali mahsulot yo'q ekan yer yuzida. Sirka bilan nonni, unni aralashmasi odam uchun o'ta foydali anaqalar bo'lar ekan. Xullas, sirkani qo'ymaylik ekan, sirkani tavsiya qilaylik ekan.